Assalomu alaykum Kia zapchast obunachilari. Bugun obzorimizda Kia Carens mashinamizniki bo'ladi. Oldidan yaxshigina DTP bo'lib qolgan ekan. Farg'onalik klientlarimiz Instagramdan ko'rib aloqaga chiqishdi. Biz zapchastlarni zakaz asosida 3 kun ichida olib kelib berdik. Okali kurshina mumkin. Oldida o'ng taraf krылёga, oldida o'ng taraf farasi. Faras juda ham noyob bo'ladi. Bu full okali. Yaqinroq qilib sizlarga ko'rsatamiz. Kurshina mumkin. Yangi original bo'ladi bular. Hop, keyin bunga qo'shimcha zapchastlardan kapoti original и oldi bamferi bo'yiladigan qismi, hop, nijniy matviylari, krылёdagi arkalari, bunga podkrilno и briket hamda kapot petalarini qilib aytganmiz. Qo'shinglar, bu hammasi original bo'ladi. Ko'pchilik akalarimiz inomarka mashina minishadi, zapchastlarga qiynalib yurishadi. Buning uchun sizlarda oson yechim, pastda nomerlar bor. Shularga aloqaga chiqasizlar. O'zimiz